Uzoq vaqtdan beri allergiya yoki zo'b, buqoqdan aziyat chekib kelayotgan birodarlarimizga zo'r tavsiya beraman. Diqqat bilan eshiting. Qo'limdagi giyohni ko'ryapsizmi? Aslida zo'bga qalqonsimon bez sababchi bo'ladi. Bu o'simlik qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilab, zo'bni davolaydi hamda zo'bdan kelib chiqadigan zaharli moddalarni organizmdan chiqarib tashlaydi. Undan tashqari allergiya, dermatit, ekzemani davolaydi. Xo'sh, bu qanday giyoh ekan deb qiziqyapsizmi? Unda aytaman. Bu do'rnishnik. O'zimizda qaqib tikan, tikanak, bilsangiz dalalarda, tog'larda qo'ylarni yungiga yopishib qoladigan narsa. Shuning uchun ham buni qo'y tikan deb aytiladi. Damlama tayyorlash: 600 ml qaynoq suvga 10 donasini solib 1 soat damlab qo'yamiz va tayyor bo'lgan damlamani kun davomida 3 mahalga taqsimlab 200 ml dan ertalab, obedga, kechqurunga taqsimlab iste'mol qilamiz. Bu kursni 20 kun davom ettiramiz va 10 kun tanaffus bilan yana takrorlaymiz.